Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Sizlar bilan Javlon Abdumanopov. Sizlar bilan bugundan boshlab Tilda darslarini boshlaymiz. Ya'ni o'sha Tilda platformasida Tilda platformasi bilan veb-saytlar yasashni o'rganishni boshlaymiz. Xo'p, bugungi darsimizda o'sha ozgina nazariy bo'ladi. Tilda bilan tanishamiz. Ya'ni Tilda nima o'zi, qanaqa ustunliklari bor, nima uchun kerak bizga. Bundan tashqari shu Tilda platformasini o'rganganimizdan keyin qanaqa qilib o'sha freelance platformalarda zakaz olib ishlashimiz mumkin? Shu haqida ham ozgina gaplashgan bo'lamiz. Xo'p, demak, darsni boshlasak ham bo'ladi. Darsimizning maqsadi Tilda platformasi bilan tanishish va freelance bo'lish bo'yicha yo'riqnomani, yo'lni ko'rib chiqish. Xo'p, mentor Javlon Abdumanopov. Dars qismlariga kelsak, biz Tilda haqida gaplashamiz. Nima uchun kerak, qanaqa ustunlik, kamchiliklari bor, keyin freelance bo'lish yo'lini ozgina ko'rib chiqamiz. Xo'p, demak, davom etsak bo'ladi. Tilda. Tilda bu kod yozmasdan sayt yasash imkonini beradigan platforma. Ya'ni biz dizayner yoki dasturchi bo'lmasak ham tayyor bloklar yordamida portfolio sayt yasashimiz mumkin, biznes sayt yasashimiz mumkin, landing page yasashimiz mumkin, taqdimot sahifa yasashimiz mumkin. Ya'ni shunaqa ko'rinishdagi saytlarni yasashimiz mumkin bo'ladi. O'zi dasturchi bo'lish odatda eng kamida 1 yil vaqt oladi. Ya'ni siz qanaqadir o'zingizni dasturchiman deb hisoblashingiz uchun yoq-bu-yog'i 1 yil vaqt ketadi. Lekin Tilda bo'yicha Tilda platformasini o'rganib, bir necha oyda ham siz kod yozmasdan o'sha saytlar yasashni va shu saytlar orqasidan qanaqadir daromad qilishni ham yo'lga qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, demak, Tilda bu kod yozmasdan sayt yasash imkonini beradigan platforma. Dasturlashni bilmasangiz ham, kod yozishni bilmasangiz ham, kompyuteringiz bo'lsa, internet bo'lsa, shu Tildani o'rganish orqali qanaqadir o'zingiz uchun yoki boshqalar uchun sayt qilib berishingiz mumkin bo'ladi. Hop, oddiy til bilan aytganda, agar Figma dizayn chizish uchun kerak bo'lsa, ya'ni o'sha o'tgan mavzularimizda, o'tgan darslarimizda o'tgan Figma platformasi dizayn chizish uchun kerak bo'lsa, Tilda o'sha dizaynni ishlaydigan, brauzerda ochiladigan real bir saytga aylantirish uchun kerak bo'ladi. Biz Figmani bekorga o'rganmadik, veb dizaynda, ya'ni o'sha veb dizayn orqali Figmada veb saytlarning dizaynini chizishni o'rgandik. Biz strukturani ko'rdik, qanaqa bo'lishi kerak. Undan keyin o'sha Tildada endi o'sha chizgan dizaynimizni, o'sha chizgan loyihamizni ishlaydigan, ochiladigan real saytga aylantirish vaqti keldi. Bu imkoniyatni bizga Tilda platformasi beradi. Xo'p, Tilda orqali matn yozasiz, rasm qo'shasiz, tugma qo'shasiz, forma qo'shasiz va publish qilasiz. Ya'ni o'sha nima desa bo'ladi, qilgan saytingizni nima desa bo'ladi, ommaga taqdim qilasiz. Natijada brauzerda ochiladigan haqiqiy sayt paydo bo'ladi. Misol, kod yozish uchun, qanaqadir saytni ishga tushirish uchun uni kodini yozishingiz kerak. Misol uchun, qanaqadir o'sha domenlarga qo'yishingiz kerak, pulli domenlarga. Tekin domen bo'lganda ham u domenning sozlamalari bor o'ziga yarasha. Ya'ni juda ham ko'p vaqt oladi. Kod bilan veb-sayt yaratish. Tilda orqali bo'lsa, biz hech qanaqa kod yozmasdan oz fursatda ishlaydigan saytni chiqarishimiz mumkin. Xo'p, nega Tilda qulay? Kod yozish shart emas. Xo'p, tayyor bloklar bor. Tez ishlaysiz. Qanaqa tushuntirsam bo'ladi? U yerda nima desa bo'ladi? Tayyor layout, tayyor qoliplar bor. O'sha qoliplardan foydalanib, tez ishingizni bitirib ketishingiz mumkin. Xo'p, telefon va kompyuterga moslashadi. 1-2 soatda ham oddiy sayt qilish mumkin. Saytni darrov internetga joylab, uni natijasini ko'rish mumkin. Shuning uchun ham Tilda boshlovchilar uchun eng qulay o'sha sayt yasash tullaridan, instrumentlaridan biri hisoblanadi. Endi sizlarga ko'rsatishim ham mumkin bu narsani. Mana misol uchun shu Tildada yasalgan portfolio saytni ko'rishingiz mumkin. Buni yasashga 1 soat, 1,5 soat vaqt ketdi. Mana o'sha ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda URL bor, ya'ni bu internetga yuklangan. Buni kopirovat qilib turib, boshqa page ochib turib, savit qilib turib enter bosadigan bo'lsam, mana xuddi shu sahifa ochiladi. Ya'ni bu internetda bor. Siz ham buni kirib ko'rishingiz mumkin. Mana o'sha bu yoqda logosi bor, bu yoqda o'sha navbar qismi bor, bu yoqda ma'lumotlar bor. Ahmad Shahmatov front-end React dasturchi degan mana bog'lanish bo'limi bor. Keyin u men haqimda degan o'sha bo'limida o'zi haqida ma'lumot yozgan. Keyin ta'lim, mana ta'lim olgan joylari, keyin qobiliyatlari, ya'ni nimalar qila oladi. Misol, Canva bilan ishlay oladi, Figma bilan ishlay oladi, Tilda bilan ishlay oladi. Endi bu yoqda tez yozilib ketgan. Shuning uchun ozgina tekstlarga e'tibor berilmagan. Lekin siz ozgina ko'proq o'tirib, bu yoqda bundan ham chiroyli saytlarni qilishingiz mumkin.
Bu yoqda loyihalar bo'limi, ya'ni qanaqa loyihalar qilgan. Misol mana somsaxonani saytini qilgan, Figmada qilganimiz. Shuni qilgan misol uchun. Va mana bu yoqda educational platform qanaqadir o'quv markazi platformasini qilgan. Va bu yoqda mana o'sha plan your road, ya'ni o'zini o'sha nima desa bo'ladi, loyihalarni bu yoqda taqdim qilgan. Mana bu yoqda loyihalar bo'limi, bu yoqda qobiliyatlar bo'limi va pastda mana men bilan bog'laning bo'limi. Ismingiz, telefon nomeringiz va taklif yoki xabar jo'natishingiz yuborishingiz mumkin. Misol ismni ham qanaqa ism yozib, nomer yozib, taklif yoki xabar yuborishsiz. Mana yuborildi degan xabar chiqadi. Keyin mana pastda o'sha ijtimoiy tarmoqlar. Misol bu Facebook'i, bu Twitter'i, bu Instagram'i, shunaqa ijtimoiy tarmoqlarni qoldirgan va bu yoqda o'sha tepaga bizni chiqarib qo'yadigan tugma. Keyin bu yoqda mana o'sha navigation bar bor, ya'ni bizga yo'nalish berish uchun, bizni yo'naltirish uchun o'sha havolalar bor. Misol men haqimdani bossangiz, mana men haqimda qismiga o'tadi. Ta'limdan bossangiz, ta'lim qismiga, bog'lanishga o'tsangiz, birdaniga bog'lanishga o'tkazadi. Loyihalarda mana qilgan loyihalarimni ko'rishingiz mumkin. Ya'ni shunaqa ishlaydigan, real ishlaydigan sayt. Buni ko'rishingiz mumkin. Ya'ni shunaqa real ishlaydigan saytda bir necha soatda o'tirib qo'yish mumkin bo'ladi, o'rganib olganingizdan keyin. Xo'p, demak davom etamiz. Mana kod yozish shart emas, tayyor bloklar bor. Bu yoqda ham mana tayyor bloklar bor. Telefon va kompyuterga moslashadi. Bu ham telefon va kompyuterga moslashadi. 1-2 soatda ham oddiy sayt qilish mumkin. Saytni darrov internetga joylash mumkin. Mana tayyor internetga joylangan ko'rinish. Faqat tildani o'sha tildada yasalgani bilinadi. Endi buni real domenga ham joylash mumkin, lekin osoni tilda. Shuning uchun ham tilda boshlovchilar uchun eng qulay sayt yasash instrumentlaridan biri hisoblanadi. Xo'p, davom etamiz. Tilda bilan nimalar qilish mumkin? Shaxsiy portfolio sayt. Mana bunga o'xshagan. Kichik biznes sayti, masalan, somsaxona. Xo'p, landing page, o'sha bitta sahifalik sotuv sayti. Keyin aksiya yoki tadbir sahifasini qilish mumkin. Davom etamiz. Endi bu yog'i vaqt kesimida o'sha nima desa bo'ladi? Qanaqa qilib tildaga kirishimiz, qancha vaqtda o'rganib olishimiz, qancha vaqtda frilansga kirishimiz mumkinligi haqida ma'lumotlar berilgan. Birinchi hafta boshlash. Birinchi haftada misol tildani o'rganishni boshlaymiz. Bu davrda tildani o'rganamiz. Bitta ikkita oddiy sahifa qilamiz. Xatolar ko'p bo'ladi, lekin misol birdaniga unaqa chiroyli ishlaydigan sayt qilish qiyin. O'rganib olish kerak, tushunib olish kerak. Oldin qilmagan odam baribir ozgina qiynaladi boshida. Hop, frilansga o'tadigan bo'lsak, ya'ni o'sha frilans degani bu erkin ishlovchi agent degani, ya'ni erkin xodim degani. Shunaqa platformalar bor. Misol Quark'ga o'xshagan, aytadigan Quark'ga o'xshagan yoki TopTalga o'xshagan, Upwork'ga o'xshagan shunaqa frilans platformalar bor. Shu platformalarda faqat ko'rib chiqamiz platformalarni, qanaqa ishlaydi, nima bo'ladi, nima qo'yadi. Hali ish topadigan holatga hali bor, hali ish topishimizga ancha erta. Portfolio ham yo'q bo'ladi. Ya'ni portfolio bu qilgan loyihangiz. Bunaqa loyiha ham yo'q bo'ladi. Bu o'rganish bosqichi bo'ladi. Ya'ni birinchi hafta bu o'rganish bosqichi bo'ladi. Hech qanaqa pul, hech qanaqa frilans haqida gap bo'lishi mumkin emas. Ko'rib chiqamiz frilans platformalarni. Quark'ga o'xshagan yoki O'zbekistonda ham o'sha frilans o'z yoki shunga o'xshash Telegram kanallar, Telegram guruhlar bor, ish topish mumkin bo'lgan. Xo'p, ikkinchi hafta bu portfolio, ya'ni qanaqadir loyihalarni qilishni boshlaymiz. O'sha jiddiyroq loyihalarni, ya'ni bu paytda bitta ikkita tayyor sayt bo'ladi bizda, xuddi mana bunga o'xshagan, mana bunga o'xshagan bitta ikkita tayyor ishlaydigan sayt bo'ladi bizda. Xo'p, saytlar internetda ochiladi. Ya'ni mana ko'ryapsiz, internetda ochilib turibdi. Xo'p, tilda bilan ishonch paydo bo'ladi. Ya'ni tilda bilan ishlashda o'sha o'zingizga ishonchni boshlaysiz. Men nimadir qila olar ekanman, qo'limdan nimadir kelar ekan degan bir tushuncha paydo bo'lishni boshlaydi. Frilansga keladigan bo'lsak, yana profil ochishingiz mumkin endi o'sha buyog'iga. Profil ochib, ya'ni o'sha birinchi haftada ham profil ochib, ozgina o'sha kimlargadir o'sha qiziqib yozib ko'rish mumkin. Ya'ni birinchi haftada profil ochasiz, keyin qiziqib ishlarni o'rganasiz. Ikkinchisida o'sha mana jiddiyroq kirishib turib xizmat yozishingiz mumkin. Ya'ni Quark yozishingiz mumkin. Siz misol frilans platformalarda o'zingizni tanishtirishingiz uchun o'zingizning qilgan loyihalaringizni, o'zingizning xizmatlaringizni yozasiz. Shunga qarab odamlar sizga aloqaga chiqadi yoki o'zingiz aloqaga chiqasiz. Ya'ni nima xizmatlar qila olasiz, shuni yozishingiz mumkin frilans platformalarda. Lekin narxlar past bo'ladi juda ham. Boshida tekinga qilib berishingiz mumkin yoki juda ham arzonga qilib berishingiz mumkin. Lekin shunga yarasha raqobat ham juda kuchli bo'ladi. Oson emas. Xo'p, bu tayyorgarlik bosqichi bo'ladi. Ya'ni o'sha frilans loyihalar olishga tayyorgarlik bosqichi bo'ladi. 1-3 oy bu birinchi buyurtmalar bosqichi. Ya'ni 1 oygacha siz o'rganib, yo'q qilib, o'sha tushunib olib bozorni, keyin shu 1 oydan keyin
jiddiy kirishib, o'zi boshdan jiddiy kirishni boshlaysiz, lekin o'sha 1 oydan keyin, o'rganib olganingizdan keyin haqiqiy frilansga urg'uni berib, o'sha 1 oy bilan 3 oy orasida birinchi buyurtmangizni olishingiz mumkin. Ya'ni birinchi buyurtmani olish 2 oy, 3 oyga cho'zilishi mumkin. Birinchi buyurtmani olganingizdan keyin u yog'i tezlashib ketadi. Xo'p, agar mashq qilsangiz, ya'ni o'zingiz ustingizda ishlasangiz har kuni, portfolioni yaxshilasangiz, ya'ni 3 ta 4 ta yaxshi bir ishlaydigan, ko'rinadigan sayt qilsangiz, Tildada to'g'ri yozishni o'rgansangiz, ya'ni o'sha mijozlarga, klientlarga, o'sha frilans platformalarda mijozlarga to'g'ri yozishni, ularga bir to'g'ri aloqaga chiqishni o'rgansangiz, natijada bitta, ikkita kichkina buyurtma chiqishi mumkin, ehtimoli bor. Lekin baribir ham hali barqaror daromad degani emas bu. Misol, hali bor barqaror daromadga. Bu o'sha boshlang'ich daraja desak bo'ladi. Bu tajriba oshirish bosqichi bo'ladi. Xo'p, keyingisi 3-6 oy. Ya'ni o'rganishni boshladingiz, 3 oy, 6 oy u yoq bu yog'ida, 3 oydan boshlab 6 oygacha normal frilanser bosqichiga chiqishingiz mumkin bo'ladi. Bu vaqtda misol 5 ta 10 ta real ish bo'ladi. Misol 3 oyda ish topsangiz ham, yana keyingi 3 oy ichida 5 ta 10 ta bir zakaz olib, zakaz yopishingiz mumkin. Profiliga izohlar tushadi. Ya'ni o'sha frilans platformalardagi akkauntingizni profiliga izohlar tushadi. Ha, bu odam yaxshi qiladi yoki yaxshi qilmaydi degan o'sha sizga o'sha kommentariyada qoldirishadi. Misol zakaz olsangiz, zakazni bitirib bersangiz, o'sha zakaz bergan odam sizga sharh beradi siz haqingizda. Kimligingiz haqida, qanaqa ish bitirishingiz haqida. Keyin tezroq va ishonchliroq ishlashni boshlaysiz. Ya'ni tezroq ishlashni boshlaysiz, opit oshadi va o'zingizga ishonch ham ko'payadi. Xo'p, narxni asta ko'tarasiz. Endi narxni sekin ko'tarsangiz bo'ladi. 3 oy, 6 oy ichida, ya'ni bir 5 ta 10 ta ish olganingizdan keyin bu yog'iga sal narxni ko'tarsangiz bo'ladi. Shunda men frilanser bo'lib ishlayapman deyish mumkin bo'ladi. 3 oy, 6 oy oralig'ida. Lekin baribir tez boyib ketmaysiz. Bu yoqda tez boyib ketish degan narsa yo'q. Tez boyib ketish uchun 5-10 yil harakat qilish kerak. Ya'ni haqiqatda bir mashina uy olib uchun 5-10 yil frilanser platformalarda masalan faoliyat olib borishingiz kerak. Undan tashqari faqat Tildani o'zi bilan emas. Bu yoqda уже jiddiylashasiz, ko'payasiz, rivojlanasiz. Tilda bu birinchi bosqich. Ya'ni haqiqatdan men nimadir qila olaman deydigan bosqichda Tilda. Xo'p, umumiy olganda shu. Keyingisi eng muhim gap, frilansga taxminan 1 oyda kirish mumkin. Ya'ni kirish bu 1 oy vaqt oladi. 1 oy Tildani o'rganasiz. Har kuni 1 soat, 2 soat, 3 soat ustingizda ishlab, 1 oyda kirish mumkin frilansga. Hop, birinchi ishni topish 1 oy, 3 oy olishi mumkin. Ya'ni 1 oydan keyin 3 oy davomida 2 oy, 3 oy vaqt olishi mumkin birinchi ishni topish. Ya'ni eng qiyini shu birinchi ishni topishda. Birinchi ishni topib olganingizdan keyin bitta yaxshi anaqa olsangiz, kommentariy olsangiz, u yog'iga tezlashib ketadi. O'zingiz ham ishonasiz. Qila olarkanman, eplay olarkanman degan. Bu normal holat. Ya'ni birdaniga ish topa olmaslik. Kimdir tezroq, kimdir sekinroq natija oladi. Vaziyatga qarab, holatga qarab, o'zini harakatiga qarab. 10 tadan bitta odam ish topib ketadi. Ya'ni o'sha Tildani o'rganishni boshlagan, men haqiqatdan frilansga kiraman, pul topaman deydigan odamning 10 tasidan bittasi ish topa oladi xolos. Ko'rga kiradi, profil ochadi, akkaunt ochadi, bir narsalar qiladi, kimlargadir yozadi. Shulardan 10 tadan bittasi ish topadi xolos. Qolganlari shu raqobat ichida nima bo'ladi, yutilib ketadi. Shuning uchun haligi qanaqadir osmono'par maqsaddan oldiga qo'yib olish kerak emas. To'g'ri qarash kerak vaziyatga. 10 tadan bitta odam ish topadi. 10 tadan 9 tasi shunchaki o'sha raqobat ichida ko'milib ketadi. Siz Tildani o'rganib ish topa olmagan taqdiringizda ham o'zingiz uchun veb-sayt qilishingiz mumkin. Misol mana xuddi mana bunga o'xshab, mana portfolio sayt qilishingiz mumkin. Shunchalik linkini berib qo'yasiz, kirib ko'rishadi. Buni o'sha real domenga yuklash mumkin. O'sha pulga sotib olib, $10, $20 ga domen sotib olib qo'yib qo'yishingiz mumkin. Ishlaydi. Misol uchun. Shunaqa. Ya'ni Tilda orqali siz nafaqat bunaqa portfolio saytlar, jiddiyroq saytlarni ham qilishingiz mumkin. Shunaqa imkoniyatlar bor. Endi kimlardadir savol tug'ilishi mumkin. Unda kod yozishdan, dasturchilikdan nima foyda deb. Endi bu Tilda tayyor qoliplar asosida qilish uchun, lekin haligi juda ham jiddiy loyihalarni baribir Tildada qilib bo'lmaydi. Baribir kod yozish kerak. Baribir o'sha kod yozish mahoratiga ega bo'lish kerak. Endi bu kichikroq, nisbatan soddaroq narsalarni tezroq qilish uchun kerak bo'ladi. Lekin haligi jiddiy katta loyihalarni baribir Tildada qilishni imkoni yo'q yoki juda ham qiyin. Oson emas. Ya'ni kodingni, ya'ni o'sha kod yozishni, dasturchilikni o'rnini mutlaq bosa olmaydi. Faqat o'sha ozgina boshlanishida nimadirlar qilish uchun, qo'lingizdan qanaqadir ishlar kelishi uchun qilinadi. Xo'p, keyingi ko'rishimiz kerak bo'lgan narsa, oxirgisi, mana darsimiz tugadi shu bilan. Sizlar bilan o'sha
freelance platformani ko'rishingiz mumkin. Mana freelance platformadagi ishlar. Mana saytni tilda deb qo'ygan 7000 rublga tildada ish bor. Ya'ni platformalarda ish borligini o'sha nimasi bo'ladi? Isboti. Saytni tilda 7000 rubl. 7000 rubl bu 100 rubl 140 100 rubl 14 ming bo'lsa, 1000 rubl 140 ming bo'lsa, 800-900 ming pulga saytda tildada sayt qilib berish kerak. Mana landing page qilish kerak tildada 20 ming rubl. Endi bu nisbatan ozgina qiyinroq bo'lgan loyiha. Mana 3000 rubllik loyiha bu ham bor. Undan keyin mana bu yoqda yana boshqa loyihalar bor tildada. Misol uchun mana tildada yana sozdание sayt tilda. Shunaqa tildada har kuni bir 4 ta 5 ta ish yuklanar ekan. Bu yoqda 8 ta 9 ta turibdi. Har kuni shunaqa 8 ta 9 ta ish chiqib turadi tildada. Sizga emas, bu sizga yozmagan. Bu umumiy e'lon bergan. Shu e'longa o'zingiz mana yerda mana qilib предложить услуги qilib turib, o'sha nima desa bo'ladi? Proposal, ya'ni so'rov yuborasiz. Misol uchun portfoliolarni kiritgan bo'lasiz bu yoqqa. Shu tildaga asos, tilda bilan qilingan portfolio loyihalarni kiritasiz. Men shu ishlarni qilganman deb. Keyin agar qiziqsa sizga javob yozadi. Shunaqa qilib kelishib topishingiz mumkin bo'ladi. Endi faqat bir tarafi mana birjada ish bor. Ko'rishingiz mumkin. Birjada ish bor. Faqat buni bir tarafi mana tildada mana birjada ish bor. Hozir 8 ta 9 ta ish turibdi. Har kuni 8 ta 9 ta ish tushib turadi u yoq-bu-yog'iga. Lekin mana tildada ishlaydigan odamlarni ko'rishingiz mumkin. Mana bu tildada ishlaydigan odamlar ko'rishingiz mumkin. Judayam ko'p odamlar tildada kirib, misol ishlashadi, topishga harakat qilishadi. Xo'p, 943 ta komment olgan. Misha Hakubyan degan 5 yulduzcha. 500 rublga o'sha tildada sayt qilib beradi. Bu ham shu tildada 500 rublga, bu ham 500 rublga, bu 2000 rublga misol uchun 105 ta komment olgan. Bu 1K plus komment olgan. Bu 220 ta komment. Ya'ni 220 ta ishni bitirgan degan ma'noda. Ko'rasizlarmi? Bunaqa odamlar ham bor. Ya'ni bular o'sha ancha paytdan beri, ancha yildan beri shu sohaning ichida yurishadi va pul topishadi. Misol uchun. Ya'ni oson emas, raqobat katta. Shunchaki kirib pul topib keta olmaysiz. Harakat qilasiz, ozgina arzonroq qilasiz, ko'proq ishlaysiz, ko'proq mehnat qilasiz, no erishsa bo'ladigan narsa. Ya'ni mana bozor bor, tayyor. Bozor yo'q emas. Bozor bor. Anaqa odamlar ham ko'p. Bu yerda mana birjada shu zakazlar ham tushib turadi. Sizga tushmaydi albatta. Bular o'zi anaqa bergan. Nima desa bo'ladi? O'zlari e'lon bergan. Shu e'lonlar sizga chiqib turadi. Har xil yo'nalishga qarab. Shunaqa. Bu yoqda faqat tilda emas, bu yoqda Figma ham bor, Canva ham bo'lishi kerak, Microsoft Office, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, juda ham ko'p o'sha internet xizmatlari bu yoqda bor. Misol Quark.ru degan platforma, endi buni freelance o'zi ham bor, yana boshqa platformalar ham bor. Shunaqa umumiy freelansda tilda bo'yicha bozor bor. Bu aniq, mana ko'rsatdim sizlarga. Xo'p, bugun ko'rib chiqishimiz kerak bo'lgan narsalar shulardan iborat edi. Keyingi darslarda o'sha tilda bilan ishlashni, tildani o'rganishni boshlaymiz. Xo'p, shu bilan darsimiz tugadi. Keyingi darslarni nima desa bo'ladi, e'tibor bilan ko'rishinglarni talab qilgan bo'lardim. Chunki mana ko'rdinglar, natija qilsa bo'ladi, pul topsa bo'ladi. Xo'p, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.